Turkiyadagi 4 yillik tajribalarimni sizga ulashga qaror qildim. Barchaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Xabaringlar bor, 2025-yilda Smart Edu Consulting firmasi bilan reklama bo'yicha shartnomamiz tugagan, lekin shunga qaramay yurtdoshlarimizdan Turkiyada o'qish masalasida juda ham ko'plab murojaatlar tushyapti. Turkiyadagi 4 yillik tajribalarimni sizga ulashga qaror qildim va aynan o'qishga kirish masalasida bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Faqat bir narsani iltimos qilmoqchiman, shaxsiy o'zimning profilimga aynan murojaat qilishinglarni, ya'ni bu yerda mana Instagram profilim aynan mana shu, demak TikTok profilim bu. Mana shu profillar orqali directimga yozishinglarni iltimos qilaman, chunki hujjatlarda tushunmovchilik bo'lib qolmasin, boshqa meni nomimdan chiqqan shaxslarga aldanib qolmasligingiz uchun ham bunga qat'iy rioya qilishingizni iltimos qilaman. Demak, eslatma, Istanbulda o'qimoqchimisiz? Shaxsiy directlarimga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ko'rishguncha azizlar.